Savay shvet, german shvetlar kerak bo'lsa, telefon qilasiz. Bu qancha qo'nachilar bor hamasidan? Hammasidan bo'ladi. 33 million so'm savdo bo'lyapti. Uzr. Germanskiy. Ikkalasi ham bu qanchami? Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, Chorva ish bozori. Bugun manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri Xoldabek Jo'ja mol bozori. Hafta kuniga seshanba kuni bo'ladi. 2016-yil 17-mart bugun sanasi. Hurmatli obunachilar, bir qator bozorimizni narxlarini tanishtirib boramiz. Arzimas mehmonlarimiz qo'llab qolgan holatda bir donadan like bosib so'rab qolamiz. Like shu videoni ko'proq ko'rish uchun kerak qoladi. Sizdan pul olmaydi, bizga ham bermaydi. Va biz o'rnak ko'rib turgan sonlar bo'lsa ekrandagi podpisatsiya yoki o'z bechasiga obuna bo'lgan yozib bor, o'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirib borayotgan videolar doimo SMS bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Katta kishi buqalar qatoridamiz, yosh buqachalar qo'nachilar qatoridan videoligimiz boshlandi, xudo xolasa. Va ma'lumot o'rda bozor lokasiyasini so'raganlarga birinchi kommentariyada Telegram kanalim qoldirganman. O'tib turib bozor lokasiyasini olishingiz mumkin va dehqonlardan chorva hayvonlarini bepulga reklama qilib boramiz Telegram kanalimizda. O'tib bemalol o'z chorva hayvonlaringizni bepulga reklama qilishingiz mumkin. Aka, uni necha pulga bordi? Siz savdo qilyapsizmi? Berishmayapti. 20 million 700 ming so'mdan shu buqamiz savdo ko'rib turibdi hozir. Hop. Yaxshi buqa ekan. Chiroyli. Sifat, xudo xolasa. Ajoyib. O'z necha pul deyapsiz? Necha pul deyapsiz o'zingiz? 23 kam bor, 20 million 700 ga berilmayapti. Yaxshi buqa. Ketdik, davom etamiz. Aka, shu necha pul? 24. Bozor necha pul berdi? 20,5. 24 kam bor, 20,5 savdosi bo'lyapti mana shu yerda. Bo'lar akalar bir 10 yon yuradi, lekin yaxshi, chiroyli. Quloqda Qirg'iziston birkalari bilan turibdi, Qirg'izistondan o'tgan ekanda jonivor. Hop, davom etamiz. Hurmatli obunachilar, yana. Aka, necha pul bo'ldi bu? 18 ga salkam savdo ko'rib turibdi ekan, hozirda mana shu buqachamiz ham. 18 ga salkam savdo ko'rib turibdi ekan. Yaxshi buqacha ekan. Shvet. Chiroyli narsa ekan bu ham. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi, ko'chatlari baquvvat. Mo'q qo'yni, qaranglar. Nech pul bo'ldi bu? Aka, qancha ko'rdi? Buni 15 gacha kam so'rashyapti buni. 15 gacha kam so'rashyapti. Bermayapsizlar. Ablikovga gibrid ekan bu. Ablikov shvet molga ablikov qo'ygan ekan, mana tug'ilgan ekan. Yaxshi. Zo'r. Oyoq qo'l yaxshi molga. Sifat yaxshi. Zo'r aka. Yaxshi buqalar. Xudo xolasa. Chiqyapti. Xo'p. Aka, uchtasi birga necha pul bo'ldi savdo? Bo'lgani yo'qmi? Qancha? 45 million. 45 million so'm. Uchoviga. Bo'lari bir 10 yon beradi. Bir xil, deyarli. Bu qanchalar? Zo'r. Hop, davom etamiz. Aka, necha pul savdo qilishyapti hozirda? Qanchaga bordi? 16 million so'm hozirgisi. Bu qancha yaxshi to'lashni boshlabdi. Semiryapti ekan. 16 millionga boryapti ekan hozir. Yaxshi. Yaxshi. Mana bu yerdan ikkalasi savdo bo'lyapti. Zo'r. Ko'chat buqalar ekan, alaykum. Savdo bo'lyapti. Aka, qancha bo'lyapti ikkalasi? 37 million 200 ming so'm savdo ko'ryapti. Ammo sifat buqachalar ekan. 37 million 200 ming so'm. Mana bu qachalar. Mana qaranglar. Ikkalasi zo'r aka. Zo'r akam to'sib qo'ydi kamerani. O'ttiz ikki million 200 ming so'm. Yo, Sava yo Germanda ikkalasidan bittasi bor. Ammo lekin zo'r narsalar. Aka, bu Savaymi, Germanmi bu? Savay bu. Savay akana. Jonivorlar. Savay shvetlar. Bu rejalaari 33 million 32 million savdo qilib turib ekan. Qo'l ushlab turibdi.
Agar savdosi bitmasa nomer qoldiraman akalar. Kutib turinglar. Biroz vaqtlaydi olaman, lekin aka nech pulga bermadingiz? 1 tashni ushlab ber rasmga oling. Hozir jonivorlar. 33 million 200 ming so'mga ana. Savaşıydı. Savdo. Oy. Bitta gap. Aha. Muxtar g'amchini kim beradi? Oddiy, mana o'zi sana hafta ichida yurasiz. Yana har xilda yosh bo'zaylar. Uydagida hatto olganim yo'qda bozorda olsam, Yosh bo'zaycha bo'lsa, o yo yinamdan 40 mingga olganman, 40 ming bering. aha. Bunda malakasi gapiradi. Yosh bo'zay bo'lsa ichida ketadi. Endi o'ta bularni almashtiradi. Bolasi ketadi. U alohida ketadi. Bu endi kelishiladi-da. 33 million 200 ming so'm savdo bo'lyapti. Ana. Bor baraka. 33 million savdo bo'lyapti. 16,5 dan yaxshi qilib ber. Yo'q, yomon emas. Mana yomon emas. Men ham tutib oldim. Taki bo'ladi. Yakin. 12 ming olib bo'pti bu. Xursandmisan? Bering qo'liga. To'g'ri bersa, Yo'q, to'liga berolmayman. Zo'r ekan ammo ko'chatlar 33 million so'm savdo bo'lyapti. 200 mingga berasanmi? Bersa oladi. Qancha bo'ladi? Sabab qo'lingiz ushyapmiz. Bering. Qadrlardan qadrga yeting aka. Siz yaxshi mollarni bering 33 ga olin. Aka bering ikkalasi bitta joyga. Olishsa maza qilishsin. Savdo davom etyapti. Bu yerdan savdo ketyapti, qizg'in. Zaratan savdo ketyapti, qizg'in. Xudo xolasa barakalar bo'lyapti. Bularmi aka? Jasur uz. Hop. Ketdik. Bular. Hop. Aka bu ikkalasini nech pul savdo bo'ldi? 37 berilyapti aka. 37 berilyapti. Bozor nech pul berdi? Bozorga 37 berilyapti. 32 million deyapti. Hop, 32 millionga sotmayapsiz. Yo'q, nima aytyapman? Aha. 30 million yo'l qo'yib bering deyishdi. 30 millionga yo'l qo'yib bering deyapti ekan. 32 million kami 30 ga o'tib bering deb savdo qilib turishdi ekan. Mana shu ikkala buqachalar. Ammo buqachalar yaxshi ekan. 28 ga ekan savdo bo'lyapti. Mana. Barakalar qaranglar, bugun zo'r bo'lyapti. Xudo xolasa. O'tgan haftaga yomg'ir ta'sir qildi-da, odamlar chiqmadi-ku. Ikki bozor dimlangan hisobga hammasi savdo ketdi. Qaysi kanal? Jasurus. Aka nech pul bo'lib buqacha? 20 deyapsiz aka. 20 deyapsiz. Bozor so'radimi? 15 erishyapti. 15 ming savdo qilyapti. 20 aytilishi ekan. Mana bu qo'shadi. Ketdik. Davom etamiz. Ko'p turmaymiz. Bu qachalardan. Balki keyinroq joyga chiqib olaylik. Mana bular hammasi olingan shekilli. Bular nech puldan olinibdi bilmaysizlarmi? 13 milliondan olindi. 13 million so'm. Va, ana qarang. 13 million. Shu endi bu ham maza qilib turibdi, doyoqlar o'zi. Ha, 13 million so'mdan ikkalasi olinadi. Ikkala buqasi. Bo'lari biri 1 plus deylik, biri 5 ga yaqin. Shunaqa? Biri 5 ga yaqin, 1 plus 13 million olinadi buqachalar. Ha. Ana. Ikkalasiga.
20. Mana bu bilan narigini deyapti. Ha. Mol qimmatmi? Nechta qoladi? Bak qara, ikkala qoladi 23 ga beraman dedi. 23 ga. Ochcha. Ro'jas. 23 ga. Ya ham nasiya bor bu yoqda. Har 5 so'm o'tib beradi. Keling, nima? Zoirjon. Bu nechi pulga ketdi aka? Sotamiz. Gibridlar nechi pul bo'ldi? Chiroyli narsalar aka. Boshda oq boshdan nechi pulga bordi? Endi chiqdi yo. Qanchadan deyapsiz? 45 million kami bor deyapti. Bu onasi qanaqa zot bulardi? Rossiyskimi yo? Beriti bu. Yo, onasi qanaqa? Onasi rossiyskiy, otasi mental. Otasi mental. Bu qanchalar? Nechi pul deyapsiz? 45 million kami bor deyapti. 45 million kam. Bozor nechi pul berdi? 37 million 400 deyapti. 37 million 400 berdi. Ana shu buqalar yaxshi buqalar ekan ikkalasi. 37 million 400 berdi. Aşağı nomer bormi? Nomer. Bering. Yaxshi narsalar ekan, telefon qilishadi. Nomer berishmadi. Ha, bu qanchalar udar ekan. Zo'r bu qanchalar ekan. Davom etamiz. Ketdik. O'zimizni joylari oladi. Bu necha pul bo'lyapti? 15 million kam bor deyapti. 15 million kam bor. Bozor so'radimi? Qancha berishdi? 13 so'rashdi. 15 million kam. Uston to'ygan bo'lacha. Nomer bormi aka? Ayting. 477 81 17. 90 turli. 91. Aha. 477 81 17. Rahmat, baraka toping. Hop, olalar necha pul bo'ldi aka? Ularni aka hozir 12,5 dan bermadim cho'g'i. 12,5 million so'mdan sotishmabdi. Uchtasi bitta joyga olalardi. Zo'r. Nomer qoldirasizmi? Ayting. 93lik 535 92 35. Rahmat. Mana shvetni ko'ringlar, zo'r shvet ekan. Bu necha pul bo'lyapti bu? Aka? Ha? 20 kam. Bozor so'radimi qancha? 18. Bitta kalasini qaratingchi. Kalasini ko'rsan. 18 yarim savdo bo'lyapti ekan. Mana qaranglar. Jonivor, joni sog' bo'lsin. Ular buqa ekan bu ham. Aka telefon nomer bormi? Ayting. 88lik 3 22 23. Bu qanaqa qaranglar. Uston to'ygan bu qachalar. Bugun ko'p chiqadi. Bugun bozor zo'r bozor bo'lar ekanda. Davom etamiz. Sizlarga baridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Savdolar xizmat avjida bo'lyapti. Mana shu uston to'ygan bu qacha ekan. Aka necha pul savdo bo'lyapti bu? 16 million. Bermayapsiz. Novoshmi bu? 16 millionga sotishmayapti. Uston to'yganlar pul dedimi? Hop, nomer bor bunga? Hop. Nomer shartmas. O, qaranglar. Bular qanaqa shvet kelasi? Voy joning sog' bo'lar. Voy. Sotiladimi? Zo'r narsalar. Germanchi. Nech pul? Ma. Bitta qarachi. 45 million so'm kam bor ekan. Hurmatli obunachilar. Da qaramadi, qulog'ini ochmadi bular. 45 million kam bor. Mana shu yerda. Joning sog'. Germanski. Ikkalasi ham buqachami? Buqachami? Evet. 45 million kam. Bozor necha pul berdi bularga? 8. Bermadilar dedi. Nomer necha nomer? 95lik 105 32 50. Bu necha pul? Bu 8 million. Bu qachami bu ham? Bu bo'ladi. 120 qo'shaman deganlar ekan. Oshig'i olan necha pul bo'ldi? 12. 12. Bu qancha ekan? Novoscha. 12 million so'm savdo qildi. Shvet. Semental.
Hurmatli obunachilar. Davom etamiz. Gibrid bo'yicha. Aka nech pul bo'ldi gibrid? Qancha? 10 million? 10 million so'rashadi. 10 ajinda. 10 million savdo bo'lib turibdi. Onazilar qatoridan hoppa boshladik. Bismillah. Hop. Ben nech puldan uka? 17 yu 16. Bozor nech pul berdi? 13,5. 14,5 dan kattalari. Mana kattalari 14,5 dan. Semiz. Juda yaxshi, bo'ylari bor, 120 yon beradi ikkalasi ham. So'ygan qalalar ekan. Mana shu yerga qiziqdim. Uzoqdan ko'rib kelyapman. Aka, 17 nech pul bo'ldi? Qanchaga bordi? Aka 21,5 beryapti. Sotmayapsiz. Ammo zo'r narsa ekan-a. 21,5 ga mashina berishmayapti ekan. Akalar chiroyli. Qochma, xudo xolasa. Nomer qoldirasizmi? 94lik 052 55 50. Qoldirga. 25 million so'm kami bor. Bermagansiz nech pul dedingiz? 21,5 pul. 21,5 savdo bo'lib turibdi ekan. 21,5 savdo bo'lyapti ekan, 25 kami bor. Yaxshi, zot. Ko'chada bo'ladi. Turishlari ham tiniq narsa ekan. Hop, mana bu yerda ham savdo bo'lyapti hozir. Hop, o'tib olsa. Hangi bir savdo bo'lyapti? Shvedlar, hurmatli obunachilar. 20 kam. Aka qanchadan deyapsiz bularni? 23. 20 bu, ha? 20 kam. Bozor nech pul berdi bozor? Aha. 19, 20. Bitta kalalarni oling, yaxshi mollar ekan. Chiroyli. Chiroyli shvedlar. Aka nomer bormi bularga? Bor aka. Ayting. 88 991 991 59 59 59. Ardam bo'ladi aka. Rahmat, barakat ol. Mana bu ham chiroyli ko'chat ekan. O'zimiz arzon chopamiz. Savdo bo'lib turibdi ekan. Savdo qilishyapti. Opa nech pul qildi buni? Qanchaga kirdi? Bermayapsizmi? 19 ga 19 ni pastlab bitadimi yoki ustidami? Yaxshi mol qiladigan narsa ekan. Yaxshi, yosh narsa, yoshga bo'lmadi hol, 10 oylik. 10 oylikmi? Arrasi sutdan to'ydirishgan ekanda jonivorni. Uchmoqlari ham o'rtaga. Nech pulga? O'zingiz qancha baho aytyapsiz? Aytilish. Yursa beraman. Ha, ustiga yursam. 19 ustiga yursa berishar ekan. Nomerimiz nechi edi? 94lik. Hop, 94lik 375 375 74 55. 74 55. Hop. Mana shunaqa chiroyli zot narsalar kelsa, Savay shved, german shvedlar kerak bo'lsa, telefon qilasiz. Bu qancha qo'nachilar bor hamasidan. Hammasidan bo'ladi. Ammo zo'r. Asham yaxshi narsa. Bitta talab bering, joyini ko'raylik sizga bir. Ha, jonivorlar qarang. Reklama bor, so'g'rimi? Hop, ham o'zi trendda. Trendga chiqaverib, 5 qiladi. Zo'r. Yaxshi bo'zak so'raganlarga tavsiya qilamiz. Ajoyib. Yo. Bular ham shved. Bozor to'la mol. Ammo bugun mol ko'p kiribdi. Har galgidan yaxshiroq, ko'proq kirgan. Bugun zo'r. Hop, davom etamiz. Mana shvedlar hammasi old tarafni o'tganman. Aka bular nech pulgacha savdo qildi ikkalasi? 16,5 ga bordi, bu 18 ga. 16,5 18,5. Yoshiga borgan ikkalasi ham. 1 yoshga borib qo'ygan. 1 yoshga borib qolgan. Zo'r. Nomer bormi aka bularga? Telefon nomer. Nomer qoldiramizmi? Bor. Ayting. 97. 97 lik
513 523 85 85. Chiroyli oq tumsh shvedlarga. Oh, mana qaranglar, turishga qaranglar. Nech pul aka bu? 28. Bozor qancha so'rayapti? 20. Zo'r akana. Yonvorni qaranglar. Nomeringiz necha aka? 99lik. 390 3646. Ishqovoqlariga. Qoldirdik mana. Jubaga. Voy, ana qaranglar. Akam nech pul? Nech pul? 33 milyon. 33 milyon? 27'li vermeyapti. 27'ga bermayapsizmi? Mana 10 ming odam ko'ryapti, mana 1000 odam ko'rmaydi. Farqi nima? Bozor bugun rosa to'lgan bo'lsa. Narxni sochiramiz xolos. Olayotgan sotayotganlar taqqoslaydi-da. Xo'p, akalar mana bir qadar bozor narxini tanishtirib bordik. Xudo xolasa mehnatlaringiz bilan laykni bosib, podpishkada bo'laverasizlar. Biz sizlar uchun mehnatda davom etamiz.